elektromobillar rostdan ham zararlimi? Va zararli bo'lsa qay darajada? Elektromobil bozorga kirib ketdiki, hamma bitta narsani gapirishni boshladi. Elektromobil o'zi juda ham zararli, ayniqsa erkak kishiga zararli, jinsiy hayotiga, shaxsiy hayotiga zararli degan narsa yuradi. Elektroimpuls haqida gap ketadi. Bu narsaga e'tibor beradigan bo'lsak, hayotda hamma narsa bor ekanki, tokdan ishlaydigan, u elektroimpulsga ega. Ikkinchi momenti, elektromobilga o'tirsam ko'nglim ayniydi deydigan savollar ham ko'p keladi. Buni tushuntiraman. Elektromobillar o'zidagi benzin mashinalarga qaraganda ancha tezroq, ancha chaqqonroq. 0 dan 100 gacha bo'lgan tezlanishi o'rtacha holatda 6-7 sekund bo'lyapti. Benzin mashinalar deyarli hammasi почти 10 sekunddan oshiqda 100 ga yetadi. Agar sport kar bo'lmasa, bizani Chevrolet mashinalar hammasi salkam 15 sekund deganda 100 ga ketadi. Biz shunaqa mashinada yurib o'rgangandan keyin, elektromobilga o'tirgandan keyin takoy shustralik qilib gazni bosamiz, 100 ga chiqamiz, reski tormoz, reski gaz, elektromobillarning tormozi ham joyida srazu o'sha tormoz beradi. O'shani hisobiga odamning boshida chayqalish paydo bo'ladi. Xuddi charxpalayda uchsangiz, kachelada uchsangiz qanaqa ko'nglingiz ayniydi? Xuddi o'sha narsa faqat sekinroq rejimda mashinada sodir bo'ladi. Aynan shu narsa sizni ko'nglingizni aynitadi. Uni elektrikaligi emas, hech qanaqa radiatsiyasi emas, faqatgina sizni mashinani juda ham tez rejimda haydayotganingiz. Xuddi shu joyda mashinani sport rejimdan olib turib, oddiy eko rejimda haydasangiz, sekinroq haydasangiz, tezlanishlarni sekinroq qilsangiz, unaqa zarar bo'lmaydi. Sinab ko'ring.